Tamam, sizler üçün жақсы жаңылық. Өзіңіздің ақыларды өзі көріп тұрғандай эле Өзбекстанда Ташкенттен атайын тандыр еттің рекламаларын көріп, тандыр ет, анан өзгөчө ол легендарлуу жупка куруттан аз ичип, таам татып олтурган убагыбыз. Досум, тандыр ет жупкалар кандай экен? Тег эле тандыр ет кафеси сага жактыбы досум? Juda yoqdi, xudo xolasa. Zo'r ekan, kelaverasizlar. Siz оюңуз кандай ака? Manam kishim Andijondan tandir etini men kelaverdim. Aka, qurut qanday ekan? Jupka zo'r ekan. Shu qurtda alohida tema ekan. Men boshqacha odam hissiyot oladi ekan. Issiq qurtni ishi, hali aynan samon nimasi bilan zo'r ekan. Yubkasi. Jupkasi bilan, jupkasi ham yupka. Yupkasi ham yupka ekan. Maza qiladigan odam. Sizlar qanday deysizlar? O'yib beringizlar, aytib qo'yingizcha. Tandir zo'r ekan. Uka, qanday ekan? Mazasi vashchi gap yo'q. Gap yo'qmi? Og'izga yoqadi, me'daga tegmaydi. Молодец, aka. Sizlar da kelingizlar. Sizlar shunday tandir etdan, damlı jupkadan, mantıdan, tandır tovuqdan dagı ele. Bizde neyiz bileysizlar? Assortiment abdan ko'p. Kelaverasizlar, tandir et eshigi har doim ochiq.